Assalomu alaykum hammaga. Mana 2026-yil 3-avgust sanasiga Farg'ona salachilar uyushmasidan F0 paroda matkalarimiz yetib keldi. Ular Ukraina davlatidan kelgan. Mana Sinevir degan zotlari, pasportlari bilan o'tgan yil ham shu zotdan ishlatdik. O'ta yaxshi, o'ta go'zal, chiroyli holatda ishladi. Buni bu yil inshaalloh sinovdan o'tkazdiramiz-da. Yaxshi bo'lsa zot olamiz qaysi biri. Hozir bundan 2 ta oldik. Keyin karnika zotlarimiz ham bor. Ularda pasportlari. Hozir o'shalar oilasiga sekin o'tkazdirib qo'shib olamiz. Farg'ona salachilar uyushmasiga kattakon rahmat. Sifatli ona yetishtirib chetdan olib kelish bo'yicha nomeradi inshaalloh. O'tgan yil matkalari ham o'ta go'zal holatda ishladi. Ularning ham bir videosini qo'yib beramiz inshaalloh.